Agar kimnidir tashqi ko'rinishi uchun sevsang, bu obsessiya. Agar mehribonligi uchun sevsang, bu hurmat. Agar puli uchun sevsang, bu manfaat. Agar seni sevganlari uchun sevsang, bu empatiya. Kamchiliklarga qaramay qabul qilsang, bu haqiqiy qabul. Qiyin va oson kunlarda ham yonida qolsang, bu haqiqiy sadoqat. Aqli va bilimi uchun tortilsang, bu intellektual tortilish. Uzoqda bo'lsangiz ham yuraging bog'lanib tursa, bu hissiy aloqa. Uning baxtini o'zingiznikidan ustun qo'ysang, bu fidoyilik. Kuldirgani uchun yoqsa, bu yumorga asoslangan mehr. Birga o'tgan xotiralar seni ushlab tursa, bu xotiralarga bog'liq muhabbat. Lekin agar sen men uni sevyapmanmi yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsang, bu albatta muhabbat. Kun sayin ko'proq qayg'urayotgan bo'lsang, u kuchayib boryapti. Yo'qligida ham fikrlaring u bilan band bo'lsa, u doimiyga aylanyapti. Agar esa unsiz kelajakni tasavvur qila olmasang, u sening bir qisming bo'lib ulgurgan.